Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Aslida bugun mana maxsus tuzilgan testlar kitobini 17-variantini sizlar bilan birgalikda ishlaymiz. Har bir variant, har bir tajriba, har bir yangi misol. Nima degan tushunsaram, shuning uchun har bir variantni o'ziga yarasha diqqat bilan kuzatib, yangi o'rgangan ma'lumotlarni yaxshilab o'rganib olib, eskilarini mustahkamlashimiz kerak. Kelishdigan nima deyotganimni? Demak, 17-variant sizlar bilan birgalikda boshlaymiz. 17-variant ishlashimiz uchun diqqat qilasizlar. Demak, 17-variantimizda boshlaymiz. Variant 17. Birinchi misolimiz. Birinchi misolimizda -43 qo'shilgan -13 o'rtada ko'paytirish bor. Yulduzcha degan ko'paytirishda shu. O'rniga mos belgini qo'ying. Ha, bo'pti, yulduzcha bo'lsa yulduzchada mana. -43 ayrilgan 13. Demak, taqqoslash belgisini qo'yar ekanmiz. Men ko'paytirish belgisi deb masalani to'g'ri aytasan. Biz bilamizki, bu narsani tushunishdan oldin -a modul ichida turganda bu chiziqcha shunaqa kuchga ega ediki, bu modul deb nomlanardi. Javohir moduldan hech qachon manfiy son chiqmaydi. Ya'ni mana bu minus yo'qotaverar ekan. Javob A. Sonni o'zi chiqar ekan. Masalan, -2 bo'lgan bo'lsa, -2 qavsdan tashqari chiqqanda 2 ni yeb yuborar ekan. Ya'ni 2 bo'lib chiqar ekan. Kelishdigan modulli narsani ichida minusi yo'qolib chiqar ekan. -43 dan nima chiqadi? 43 qo'shilgan. Bundan nima chiqadi? 13 yulduzcha. Xo'sh, bundan nima chiqadi? 43. Bundan nima chiqadi? Ayirgan 13. Bu 56 bo'lar ekan, bu esa 30 bo'lar ekan. Yulduzchaning o'rniga qanaqa belgi qo'yamiz? Mana bu belgini qo'yamiz. Bu belgi esa B javobda bor ekan. To'g'rimi? Demak, qaranglar. Bunga o'xshagan misollarda avvalgi variantlarda sizlarga ko'rsatganman. Va biz o'tgan safar nima dedik? Abdulloh, agar minus ichida tursa, moduldan o'z holcha chiqadi dedik. Demak, o'z holcha mana bu. Minusdan yo'qotib chiqardik, minusdan yo'qotib chiqardik, qo'shdik, ayirdik, misol javobini topdik. Kelishdigan? Xo'sh, ikkinchi misolimiz. Ikkinchi misolimizda 5,9 qo'shilgan 3,3 taqsim 7 ayrilgan 2,9 ayrilgan 2,3 taqsim 7. Demak, shu misol ishlashim uchun avvalambor bir narsada o'quvchilar kasrli misollar har bir kichik yoshdagi o'quvchiga qiyinlik tug'diradi. Kichik yoshdagi emas, hammaga kasrni bilmagan kishiga voy, kasr-ku deydi. To'g'rimi? Nima ish qilaman o'rgataman, qaranglar. Hozir mana kasrdan kasrni ayirsak bo'ladimi har doim? Men aytaman, songa sonni qo'shish mumkin, sondan sonni ayirish mumkin. Kasrga kasrni qo'shish mumkin, kasrdan kasrni ayirish mumkin deb o'rgatganman, to'g'rimi? Demak, 3 taqsim 2 dan 3 taqsim 2 ni ayirsa nima bo'ladi? 0 bo'lib ketadimi? Demak, mana bu ikkalasi qisqarib 0 bo'lib ketdi. Teng. Endi qaraymiz. Qaranglar, 5,9 dan 2,9 ayirsa nima bo'ladi? 3. Mana bu 3 qayerdan keldi? Mana bundan, mana buni ayirdim. 3 qoldi, qo'shilgan 3. Ayrilgan 2. 4. Javob aytinglar. B javob. Endi eshitinglar. Men qaytadan tushuntiraman, matematiklar. Bu misolni qiyinroq shaklda ham tushuntirishim mumkin. Imkon boricha oson shaklda ko'rsatishga harakat qildim. Nima qildim? Birinchi kasrdan kasrni ayirdim. 0 bo'lib ketdi. Keyin aytdim, shogird dedim, vergul sonni ayir dedim. 5,9 dan 2,9 ayirdim. Ya'ni 5,900 so'mdan 5,900 dan 2,900 ayirganda bo'ldi. Mana 3 chiqdi. Bu 3 qayerdan keldi? Mana bu 3. 2 qayerdan keldi? Mana bu 2. Ayirdik, javob 4 chiqib keldi. Kelishdiga mana shunaqa savol olishimiz kerak. Xo'sh, uchinchi misolni ishlasak. Abituriyentlar bozordan bir hafta uchun 3 kilogramm guruch olishdi. Ular bir oy uchun qancha guruch olishi kerak debdi. E'tibor beradigan bo'lsak, abituriyentlar bozorda bir hafta uchun 3 kilogramm sotib olishi, ular bir oy uchun qancha guruch olishi kerak. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, qaranglar. Xo'sh, bir oyda bir oy. Avvalo tushunib olaylik, bir oyimiz taxminan 4 hafta bo'ladi-da. 4 4,5 hafta. Nima deganini tushunyapsizlarmi?
4 hafta. Çünkü bir haftada necha kun bor? Bir haftada 7 kun bor. 4 hafta necha kun bo'ladi? 28 kun. Ki 28 kun-ku 1 oy 30 kun, 31 kundan tashkil topganligi uchun hech qachon 5 hafta bo'lmaydi bir oyda. Bir oyda eng ko'pida 4 hafta bo'ladi. Kelishdikmi? Bir oyda 4 hafta bor deb hisoblaymiz. 4 hafta. 4 hafta endi qaranglar. Bir haftada bir x deyman, bir x degan bir hafta degan. Necha kilogramm? 3 kilogramm proporsiya tuzyapman. 4 haftada chiziqcha x kilogramm. Savol tushunarlisiz? Har doim proporsiya tuzayotgan vaqtda kilogramni tagidan kilogramm, haftani tagidan hafta, foiz tagidan foiz, pulni tagidan pul. Ana o'shani tortisiz. Ana baliq usulida ham xuddi shunaqalar edi-yu, to'g'rimi? X ni birga ko'paytiramiz, buni birga ko'paytiramiz. Demak, x ni birga ko'paytirsam x teng 4 kara 3. Mana shuni topib qo'yishimiz kerak, tushunaylikmi? Demak, keyingi savol ko'ramiz. Shu derazani ham ochib qo'ying. O'sha derazani. Demak, tenglamani yechishimiz kerak ekan, 4-tenglamamiz. 0,25x qo'shilgan 0,4x teng 7 ayrilgan 0,35x. Judayam zo'r savol. Bolalar, haqiqatan zo'r savol bu. Ya'ni o'nli kasrli savolda, taxminan 5-6 sinflarda yaxshi savollar. Nima ish qilishimiz kerak biz buni? Birinchi navbatda qaraymiz. Mana bu minusni sen o'zingni oilangni oldiga borgan deyapman. Nima deyotgan tushunsan? Buni bu yoqqa o'tkazib olamiz. Ya'ni 0,25x plus 0,4x plus 0,35x teng 7 qoladimi? Men sizlarga o'rgatdimki, men bu yerda yana tushuntiraman. 0,25 ga qo'shsam 0,3 ni. Ikkita vergul sonlarni bir-biriga qo'shganimda vergulni tagidan vergul tushadigan qilib qo'shib ayiramiz devdimmi? Demak, mana bu ikkalasini qo'shsak nima deb yozamiz? Demak, qaranglar. 0,25 qo'shilgan 0,3. Mana bu yerga 0 qo'yamiz. 5 ga 0 qo'shsam 5 0 necha chiqar ekan? 0,55 chiqar ekan. Xo'p, nimani o'rgandik? Agar qo'shishmaganda vergul tagidan vergul tushadigan qilib. Demak, men mana hozir hammasini qo'shib olaman-da, oldiga x yozib qo'yaman. Kelishdimi? Demak, yozamiz. 0,25 qo'shilgan 0,4. Mana bu yerga nima qo'yaman? 0 qo'yaman. 5 6 vergul tushadi 0. Demak, 2 o'rni qo'shsam 0,65. Buni qo'shamiz. 0,35. 5 ga 5 0 bir dilda, 9 10 bir dilda 1. Hammasini qo'shsak necha chiqib qolar ekan? 1 0 ekan-ku, 1 0 degani 1 ga teng ekan. O'quvchi, kelishdimi? 1 0 degani bolalar qaraymiz. Mana bu narsamiz 1 0 degani 1 ga teng bo'lib qolar ekan, ya'ni 1 ko'paytirilgan x teng 7. X teng 7 ekan. Siz shu joyga tushunmay qoldim desalaring, yana ham sizga ko'rsatishga harakat qilaman, qaranglar. Xo'sh, 1 0 degani verguldan keyin nollarda ahamiyati yo'q. Bu narsa 1 ga teng. Tushunarlimi? Verguldan keyingi nollarda ahamiyati yo'q. Masalan, 0,3 0,0,0 mana bu yerda 0,3 turibdi. Qaysi katta desam, ikkalasi teng deveringlar. Chunki verguldan keyin sonda ahamiyati bor, nolda ahamiyati yo'q. Lekin oxirida mana bu yerda 1 bo'lib qolsa, u katta bo'ladi. U songa aylanib ketadi. Tushunadimi? Mana bu yerda hozir qog'ozga 0,3 bilan qanday ikkalasi teng desalaring bolalar, qaytadan aytaman. Verguldan keyin nollarda ahamiyati yo'q. Verguldan keyin sonda ahamiyati bor. Tushunaylik? Demak, mana bu narsalar 1 ga teng ekan. Shuning uchun 1 kira x teng 7 deb topib qo'ydik. Ajoyib. Yaxshi. Mana sizlar bo'lib yangi misollarni o'rgandik. Doskani ochib keyingi misollarni ko'ramiz. Demak, 5-savolni ko'rar ekanmiz. Hamma o'qisin 5-savol. Salohiddin to'g'ri o'tirib. Ish reja bo'yicha 35 detal yasash kerak edi. Lekin u rejadan degan, tejadan yozgan. Sizlarga ham shunaqa? Rejadan ortiqcha 10 ta detal yasadi. Ishchi rejaning necha foizini bajargan? Yaxshi, bunday zo'rsa bunaqa qilamiz ekan. E'tibor beradigan bo'lsak, rебята,
o'zi jami 5-savol deb tushuntiraman qaranglar. 5-masala. 5-masalada jami o'zi nechta detal tayyorlash kerak edi? 35. Jami 35 ta detal tayyorlash kerak edi, to'g'rimi? Jami 35 ta detal tayyorlash kerak. Lekin u nima qildi? 14 ta ko'p tayyorlavordimi? 14 ta ko'p tayyorlagan bo'lsa, tayyorladi deymiz. Tayyorladi. Nechta? 14 ko'p bo'lsa nechta bo'ladi? 49 ta. 49 ta ko'p tayyorladi. U rejani necha foizini bajargan? Endi savolda masalan ko'pincha shunaqa hazil bo'ladi. Salohiddin, uyga ishlarni qilib keldingmi desa, siz 200% qilib keldim. Ya, 200% qilgan deganing qanaqa u desam, 100 ta siz aytgan misolni bajardim. Keyin yana o'zim misol ishlab keldim, qo'shimcha 100 ta desa 200% bo'ladi. Masalan, sen uyga ishlarni to'liq bajardingmi? Siz 150% to'g'ri bajardim. Meni ham tushunsan, 150 hozir. Demak, men aytadi-ku, uyga ishlarni 100% qildingmi? Ha, 100% qildim. 100% qildim degani to'liq bajarib keldim degani. Siz men 120% qilib keldim. Degan nima degan narsa? Biz meni aytgan to'liq vazifani qilgan, qo'shimcha yana o'zi ham qilib kelganda nimadir? Orqadan bir 20 ta 30 ta misol ishlab kelganda o'sha 120% bo'ladi. Endi o'zi aslida 35 ta qilgani bu 100% ni qilib bo'lgan. Yana qo'shimcha qilib tashlayapti, shuning uchun mana qilamiz, qaranglar. 35 ni nima deyman? 100% deyman. 49 nima deyman? X foizda, endi xohlasang K foiz degan farqi yo'q. Demak, buni nima qilamiz? Proporsiya qilamiz. X bir ko'payadi, 49 bir ko'payadi. 35 ko'paytirilgan x teng 49 ko'paytirilgan 100. Bo'lishma boradi. X teng 49 ko'paytirilgan 100 taqsim 35. Endi savol. Ikkalasini 5 ga bo'lsak bo'ladimi? 5 ga bo'laylik. 5 ga bo'lsam 7 tadan, 5 ga bo'lsam 20 tadan. Ikkalasini 7 ga bo'laylik. 7 ga bo'lsam bittadan, 7 ga bo'lsam 7 tadan. 7 kar 20. 140% bajarib kelgan. Sizlar ham xuddi shunaqa. Men ertaga 17-variantgacha hammasini qilib kelinglar desam, 20 ta variant qilib kelinglar. Keyin aytasiz, siz 100% emas, 120% qilib keling deb. Nima degan tushunasizlarmi? Mana oshirib bajarsalaring, 35 ta bu o'zini normasida oshirib bajaryaptim, demak foizni ko'paytirib aytadi. Tushundingmi? Masalan, ketdik. Ikkinchi savol ko'rar ekanmiz. 6-savolimiz mantiqiy savol ekan. 6-savolga mana bunday qilib qarashimiz kerak ekan. Tushuntiramiz-ku? Kitobni teskari qilamiz. 86, 88, 89, 90, 91. Mashina nechinchi raqamda turibdi? Mana qaranglar, mana bu yoqdan qaranglar. 86, 88, 89, 90, 91. 87 da turibdi. Hamma tushunadi. Bu sirli savollar bu. Bu sirli savol. Nima degan bo'lsa, agar shu mashina imtihonga tushib qolsa, shu teskari qilib ko'rish kerak. 86, 87, 88, 89, 90, 91. 87 degan javobimiz qaysi javobda bu? Tushuninglar, mana shuni topib qo'yishimiz kerak edi. Zo'r savolda bu. 7-misol ko'ramiz. Qani, demak, 6-misolning javobi S javob deb yozib qo'yamiz. 87 da 7-misolimiz. O'qinglar ham o'qinglar 7-misol. Rasmda qalin nuqtalar bilan shaharning 16dan 31-yilgacha kunlik o'rtacha harorati berilgan. Necha kun havo harorati 20 gradusdan yuqori bo'lgan. Demak, qaraymiz. 26 dan yuqori bo'lgan desak, qaraymiz. 26 dan yuqori. Eslab qolamiz, kunini mana bunaqa. Shunaqa jadval berilgan vaqtda qaranglar. Bizga savol mana bunaqada. O'quvchi misol aytayotgan vaqtda avval savol nima deyilganini bilish kerak edi, aniq. Qars etib urib 26 gradusdan yuqori bo'lgan kunlarni aniqla deyapti. Tushunarlimi? 26 gradusdan yuqori bo'lgan. Demak, biz qanaqa aniqlaymiz? Yozib ketaveramiz. Savolni qaranglar mana. 17-sana kuni necha gradus issiq bo'lgan? Qaranglar, 17 da. Chizig'ini ko'ringlar. 17-sana kuni 28 gradus issiq bo'lgan. 17-kun 28 gradus. Keyin 21-kun, 21-kun qarang, 21-kun salgina yuqori bo'libdi 26 dan. 21-kun. Keyin 22-kun, to'g'rimi?
22, 23 bo'ldi, hammasi yuqori bo'lib ketgan. 21 dan 31 gacha. 21 dan to 31 gacha. 22-sana ham issiq bo'lgan. 23-sana ham mana bu sanalarda yozyapman. Javohir tushuning ha? 23-chi, 24-chi, 25-chi, 26, 27, 28, 29, 30, 31-sanalar issiq bo'lgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. 12 ta degan javobimiz A javobda bor ekan. Lekin tasavvur qilinglar, shu misol berildi. Savolni tushunmadilaringiz, shuni tashlab yuborasizlar. Mina qarang, mina xunuk misol bu, deylaring, tashlab yuborlang. Lekin savolga aslida nima degan ekan? Juda oson savol berilgan ekan. Savolga necha kun davomida 26 gradusdan yuqori bo'lgan? Savol tushunarsiz, ha? Necha kun davomida 26 dan issiq bo'ldi deyapti. Demak, o'sha kunlarni 26 gradusdan issiq bo'lgan kunlarni yozib chiqdik-da, nechta ekanligini topib qo'ydik. Juda ham oson savol. A javobni belgiladik, mana A javob. 8-misolni ko'ramiz. Ushbu jadvalda yozilishi kerak bo'lgan eng kichik sonni toping. Ushbu jadvalda eng kichik bo'lgan son anavda bo'lar. 234 ga 258 qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana shundan so'rayapti. Ya'ni qaranglar, bizga yozilishi kerak bo'lgan eng kichik sonni yozing deyapti-ku. Hozir men yig'inda deganim edi, javobi degan edi. 342 ga nechini qo'shsam 12670 bo'ladi. Kattaroq son, ha? To'g'rimi? Kattaroq. Aniq 342 ga kattaroq sonni qo'shsakkina 12670 chiqadi. Qaytaraman. 342 ga kattaroq sonni qo'shsakkina 12670 chiqadi. Juda katta son. Endi qaraymiz. 1569 ga kattaroq sonni qo'shsak 15890 bo'ladi. Lekin eng osoni 8-misolga shunchaki 234 ni qo'shamiz 258 ga. Ikkasini qo'shsam necha bo'ladi? 492. Demami? To'qqizinchi. A mulohaza 39 va 27. A mulohaza o'zingizlarga aytinglar, qaranglar. 39 dan 27 kattami? 39 dan 27 katta emasmi? 39 kattami? 39 kattami 27 dan. Demak, A rost. Tushundingmi Mirkomil? A rost. Endi qaraymiz. 16 katta 23 dan. B nima bo'lyapti? Yolg'on. A rost, B yolg'on. Qani ko'ringlarchi? A rost, B yolg'on degan javob C javob. 9-misol javob C. 10-misol ko'rar ekanmiz. Iya. Endi tushunmaganlaringizni ko'ramizda. Agar kim tushungan bo'lsa, javob topadi. Ishchi reja bo'yicha 35 ta detal yasash kerak edi. Lekin u rejadan ortiqcha 20 ta detal yasadi. Ishchi necha foizini bajargan? Juda ham yaxshi savol. Demak, qaraymiz. Unga ham xuddi shunaqa yozib olishimiz kerakmi? Qaranglar, mana bu masalani endi 2 marta ko'rsatyapman sizlarga. E'tibor beradigan bo'lsak, jami deyman. Jami 35 ta tayyorladi. Nechta tayyorladi? 21 ga qo'shinglar. 35 ga 21 qo'shsak 56. 56 tayyorladi. Endi qaysini 100% deymiz? 35 ta 100% deymiz. 35 ta 100% deymiz. 56 ni x% deymiz. X bir ko'paydi, 56 bir ko'paytiradi. 35 ko'paytirilgan x teng 56 ko'paytirilgan 100. X teng 56 ko'paytirilgan 100 taqsim 35. 5 ga bo'lamiz nechtadan? 7 tadan. 5 ga bo'lamiz 8 tadan. Mana buni 5 ga qarab noto'g'ri chiqildik. Noto'g'ri chiqildik hozir. Chalg'idimda men. Ozgina qaranglar, ozgina chalg'isam ham shu xato misol chiqib ketadi. Shuncha aytaman, chalg'imanglar deb. Ozgina fikrim birikta o'quvchilar kelmadi degan narsaga chalg'idimda. Ikkalasini 5 ga bo'linglar. 5 ga bo'laman 20 tadan.
5 ga bo'laman 7 tadan. 7 ga bo'laman bittadan, 7 ga bo'laman 8 tadan. 8 ga 20, 160. Necha foizni bajardi? Mana shunday qilib topib qo'yishimiz kerak ekan. Hamma tushunarli bo'ldimi? Mana hozir 12-chi variantni ham sizlar bilan tugatdik. Yaxshi tugatdik. Keyin menga ko'p savollar, yozishmalar, kommentariyalar kelyapti. Ustoz, shu kitobni qayerdan topsak bo'ladi? Maxsus tuzilgan testlar kitobini desalaringiz, menga yozingizlar. Ko'rib turgan, bizni ko'rib turgan o'quvchilar, agar kimga shu kitob kerak bo'lsa, telefon raqamimni yozib qo'yaman. 90lik 568 21 05 raqamiga telefon qilsalaringiz, kitobni elektron variantini tashlashga harakat qilaman. Imkon boricha, chunki kun bo'yi dars o'tiladi, o'quvchilar ko'p. Yozsalaring vaqt topib tashlab qo'yishga harakat qilaman. Ko'rishguncha.